Qadrdonlar, Gruziyada taksida qancha pul ishlab topsam bo'ladi degan savollarga bugun o'zim imminni taksist, shu Gruziyada ishlaydigan taksist odam bilan gaplashib, sizlar uchun ma'lumot yig'dim. Shu mehnat qilyapmiz, bitta like, bitta podpiska bosib tomosha qilinglar. Xudo xolasa bundan qiziqroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyga yozlaring, harakat qilib javob berishga xudo xolasa harakat qilaman. Bitta videoni ko'ringlar, o'zlaring xudo xolasa baho berasizlar. Kimdir kelib ishlamoqchi, kimdir kelib taksi qilmoqchi. O'shanaqangi yaqin birodarlarimiz bo'lsa, jo'natib qo'yasizlar. Bitta like sizlardan. Смотри, за 10 часов вот столько можно заработать. За 10 часов 173 лари. Да, там заработал. Это 175 лари. Ага. 175 это 50 долларов, да, короче, плюс-минус. Не, это больше 50. Не, там бензин с минус сделай, например, да, говорю. Я понял, я понял. Это за 10 часов. Это за 10 часов. Не даже за 10, за 9 даже где-то вот так. Не за 10 Это часов. уже честная заработка. Да, это чистый, это мой чистый. В Тбилиси, короче, можно зарабатывать за 10 часов 50 долларов. Да. Ну, если это хорошо работаешь, но на это фиолеты попадаешь, типа. Не, фиолет. Фиолеты уже вроде постоянно горит, да? Он постоянно горит. Я Вот такси закажу, постоянно жду это такси. Да, вот сейчас он не так же горит. Вот ты где заказал, в Аргентине он сейчас не так же горит. Ага. Понял? Он в это время не горит, а днем хорошо горит. Днем хорошо горит. Вот 3-4 недели, можно сказать, днем нормально. Уже в это время, уже после 6 часов не горит. Но сегодня горит. Сегодня нормально. Более-менее. Викром aka, спасибо за честную информацию тебе. Не, без проблем, я тебе же номер дал, если хочешь позвони. Хорошо, все. Хорошо. Va hamda qaysi do'stingiz bilan shunaqangi yuz yoshda ko'rishmoqchi bo'lsangiz, o'sha do'stingizga shu videoni jo'natib qo'ying qadrdon. Bitta ko'rib maza qilib olasizlar. Videoni ko'ringlar, xudo xolasa bizni ham, sizni ham yuz yoshda mana shunaqangi qilib quvnoq xushlasha bo'lishlarini nasib qilsin. 100 yoshli yoshda bir-biri bilan ko'rishyapti. Aferin oynatıyorsun mu? O kodadan oynatıyorum ben. Peki. Beni suda alıp çalışıyor. İyi bakalım. Ha. Ben şans mı? Hadi yazıp bana alın. 100 yoshli Kaç yaşta mı bular? 30. yılla. 30 yıllar. Mafaktım. Qarang, ota. Va dasturimiz so'ngida shtraf ballari qanaqangi tartibda o'tishi mumkin degan savollarga xudo xolasa chiroyli javob topib qo'ydim. Uni ham bitta ko'rasizlar. Yo'qsa bitta like, podpiskaga bosib qo'yasizlar. Zam jarima ballari 1 yildan keyin 0 bo'lib o'chib ketadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Men sizlarga hozir jaydar chiqib tushuntirib beraman. Sizlar ungacha videoga like bosib, buni bo'lib qo'yinglar. Ko'pchilik yilning oxiriga kelib yig'ilgan balla 0 bo'lib deb o'ylayapti. Yo'q, aka, aslida unaqa emas. Qarang, siz aprel oyida tushgan bo'lsangiz, yarim ballga tushdingizmi, 1 ballga tushdingizmi, keyingi yil aprel oyida o'sha kunda tushgan yarim yoki 1 ballingiz o'chadi. Agar siz may oyida tushgan bo'lsangiz, 1 oy o'tib keyingi ballingiz o'chadi. Xuddi shunaqa qilib jaydar qilib aytganda, rovna yosh bo'lganda har bir jarimangiz o'chadi. Yoshiga to'lmaguncha o'chmaydi. O'zingizga ham ziyoni, aka. Ehtiyot bo'lamiz, maksimal shtraflardan, balladan qochamiz. Video like bosib, yaqin do'stingizlarga ulashib qo'yinglar. Ular ham xato qilib yil oxirida 0 bo'lib ketadi deb o'ylab qolishmasin.